Soliq idorasining rahbariyati ham inobatga olib qo'yishlarini, e'tibor qaratishlarini so'ragan bo'lardik va o'z vaqtida ombudsmanga ham iltimos qilgan bo'lardik. Bu holat tadbirkorlarga nisbatan juda ham ortiqcha yuk va noto'g'ri talab ekanligiga e'tibor qaratishlarini so'ragan bo'lardik. Taksi faoliyati bilan shug'ullanayotgan agregatorlar, ya'ni Yandexdan olib turib o'zini o'zi band qiluvchi taksi bilan shug'ullanayotganlar endi o'zini o'zi band qiluvchiga pulni o'tkazib berayotganda to'lov manbaida ularning soliqlarini ushlab qolishingiz kerak bo'ladi. Bu qachon? Agar o'zini o'zi band qiluvchilarning tovar oboroти, ya'ni xizmat ko'rsatish aylanmasi 100 milliondan oshsa, bu qaror sifatida qabul qilindi, lekin soliq kodeksiga kiritilmagan. Soliq kodeksiga ko'ra soliq elementlari to'liq mavjud bo'lgan holdagina soliqlar o'rnatilgan hisoblanadi. Mazkur holatda qaror sifatida nima qilish kerakligi aytilgan, lekin qanday qilish kerakligi hech qayerda hali ko'zda tutilmagan. Faqatgina o'zidan o'tgan, o'zini o'zi band qiluvchiga chiqarilgan pul mablag'lari 100 milliondan oshmasa, boshqa holatda u ma'lumotdan mahrum bo'lib qoladi. Va bu yerda men o'ylaymanki, o'zini o'zi band qiluvchidan ustuvchilikka выплата, ya'ni to'lov manbaida ushlab qolish kerakligi haqida soliq organi agregatorga xabarnoma berish kerak, menimcha. Chunki hali bu mexanizm tetugi bilan yo'q. Falon o'zini o'zi band qiluvchining tovar aylanmasi yoki xizmat ko'rsatish aylanmasi 100 million so'mdan oshdi. Shu sabab agar bunga to'lov amalga oshiradigan bo'lsang, to'lov manbaida 4% soliqni ushlab qolib chiqargin degan bir xabarnomani bersagina, soliq to'lovchi agregator buni ushlab qola olishi mumkin. Ungacha bu hech kim buni ushlab qolishi kerak-kerakmasligi to'g'risida xabardor bo'lmaydi. Taksi faoliyatidan tashqari boshqa faoliyatlarni amalga oshiruvchi o'zini o'zi band qiluvchilar esa o'zlarida qonunchilikka ko'ra 100 milliondan oshgandan keyin hisobot shakllari bor. O'sha belgilangan hisobot shaklarini o'zlari topshirib, 4% aylamadan olinadigan soliqni to'lash majburiyatlari o'zlarida saqlanib qoladi va boshqa turdagi faoliyat amalga oshirayotgan o'zini o'zi band qiluvchilarga to'lov manbaida ushlab qolgan deb chiqadigan talablar noto'g'ri talab bo'lib qoladi va bu soliq kodeksida belgilanmagan, qarorda ham bu narsa belgilanmagan. To'g'ri, qarorda umumiy o'zini o'zi band qiluvchilar degan so'z bilan ishlatib ketilgan va bu holatda yuqoridagi videolarimizda ko'rsangiz, soliq kodeksiga alohida sharh berib o'tgan joyimiz bor. Me'yoriy huquqiy hujjatlarning soliq kodeksiga muvofiqligi degan so'z bor. Ya'ni me'yor huquqiy hujjatlar soliq kodeksiga muvofiq bo'lishi kerak yoki undagi holatni nimadir inkor qilsa, rad etsa, soliq kodeksi bilan ruxsat berilgan holatda rad etsa yoki unda ruxsat berilmagan holatda amalga kiritadigan bo'lsa, u soliq kodeksiga muvofiq emas deb topiladi. Ayni holatda taksi faoliyatidan tashqari boshqa o'zini o'zi band qilgan tadbirkorlarga ham pul to'lanadigan bo'lsa, to'lov manbaida ushlab qolinishi kerak degan talqin ayni soliq kodeksiga nomuvofiq hisoblanadi va o'sha qaror ijrosi sifatida faqatgina agregatorlar uchun o'zini o'zi band qiluvchilarga to'lanadigan pulda to'lov manbaida ushlab qolinishi kerakligi va bu bo'yicha alohida mexanizm ishlab chiqilgandan keyingina amalga kirishini inobatga olish kerak bo'ladi. O'zini o'zi band qilgan taksi faoliyati bilan shug'ullanayotganlarga pul chiqarishda endi ehtiyot bo'ling. Endi ularning ham solig'ini siz to'lov manbaida ushlab qolib, keyin qolganini to'lab berishingiz kerak bo'ladi.